Assalomu alaykum. Hozir bog'ga keldim. Avval men bilan ishlab yurardi, ya'ni maslahat so'rab yurardi doimo. 2022-yil nok daraxti ekdilar. 23-yilga birinchi sovuq va ikkinchi sovuq noklarni yaxshigina mazasini qochirgandan keyin, ya'ni sovug'ib ketdi yosh noklarni. Nok, shaftoli, bodom bilasizlar, sovuqqa unaqa chidamsiz daraxt, ya'ni 15 gradusdan o'tib ketgandan keyin уже gul kurtalar sovug'ish boshlaydi. Shu jumladan nok ham bu sovug'iradigan oilalarga kiradi. Endi bu bog'dan obzor qilishimdan maqsad bog' ichida bog' yaratilindi, ya'ni qanaqaki bog' ichida bog' deyishimdan maqsad rezavor mevalarni ichiga kiryaptik. Hozir biza maqsadimiz bog'ga bilasizlar, xarajatlar birinchi 3 yilda yaxshigina bo'ladi. U uchun fermer doimo yonidan xarajat qilib pul topib berib turish kerak. O'g'itiga, mevalarni seyralashtirishiga soliqlari bor. Keyin kimyoviy dorilar uchun ham xarajatlar yaxshigina ketadi. Ko'rsatadigan sortim, ya'ni bog' ichidagi bog' deyishimga maqsadim shuki, ekdingiz, ikkinchi yildan уже hosil olasiz. Aniqi birinchi yilda ham olishingiz mumkin, lekin ikkinchi yilda aniq hosil olasiz. Mana hozir bu yil ekilgan, fevral oyida ekilgan ejivikalarni ko'rsataman. Remontantni degan bu yangi oyla hisoblanadi. Ko'rsataman demak, holatini mana. Bu yil fevral oyida ekilgan ejivikalar, mana holati. Hosili bor. Endi ejivikalar, ya'ni rezavorlar oilasiga malina va bu kiradi. Buni aytishimdan maqsad, hop, ekkaningizdan keyin buni kesib tashlaysiz tagidan kesib tashlaganingiz hisobiga 1 yoshli shoxda meva beradi. Malina ham, bu ham bilasiz, mana holati. Bog'lar uchun bog' ichida bog' yarating deyishimdan maqsad shuki, buni ekkaningizdan keyin agar yaxshi qarov bo'ladigan bo'lsa, birinchi yillik kuzida hosilingiz bo'ladi, ya'ni xarajatlaringizga qisman bo'lsa ham sizda moliyaviy tutun bo'ladi. O'zingizga ma'lum, hali aytganimdek, bog'ga xarajat qilish bu katta moliyaviy bilim kerak bo'ladi bu narsa uchun. Va hamma ham kerak bo'lsa bu narsani oddiy xarajat uchun ayrim yillari pulini to'liq topib bera olmasligi mumkin, o't bostirib yuboradi yoki shunga o'xshagan har xil risklarga kirib qolishi mumkin. To'liq aytayotganim, bu narsani agar siz bog' ekadigan bo'lsangiz, taxminan bir 5-10% maydoningizga shunaqa bog' ichida bog' yaratib qo'yishingdan tavsiya qilaman. Maqsad, ekdingiz, buni kesdingiz, birinchi yil o'zida o'sib chiqadi va yozning o'zida bemalol hosil olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ikkinchi yildan to'liq massaga kirsa, agar bular to'liq hosil ola olsangiz, hamma daraxtidan 10 tonnagacha gektarda hosil beradi. Agar 50 so'ta ekadigan bo'lsangiz, 5 tonna mahsulotingizni o'rta hisobda 50 ming so'mdan ursak, 5 ming kiloni ko'paytiramiz mana 50 ming so'mga. 250 million so'm pul bo'lyapti. Dollarga bo'lamiz 12 ming so'mga. $20,800 pul bo'lar ekan. Mayli, siz $20,800 ko'tarmang. 50 so'ta joyingizdan taxminan $15,000 ko'tarsangiz ham ikkinchi yiliga hisobda aytolmayman men hozir holatda. Shuncha pulingiz bo'ladi. Bu yoqda katta bog'ingiz bo'lsa, bu bog'ingizga bu yoqdagi 20 mingdan olib xarajat qilib turasiz. Ya'ni birinchi 3 yilda o'zini o'zi qoplab turadi. Yer, ya'ni maydon, hech narsa yutqizilmaydi bu yerda. Sizga foyda beradi faqat. Shuning uchun
bog' ichida bog' yaratishni katta bog'bonlar uchun men tavsiya qilaman, chunki hali aytganimdek xarajat va yana xarajat. Boshida keyin 3 yildan keyin bog' bemalol o'zini-o'zi oqlab, bu ekkanlaringiz o'zingizga to'liq foyda keltirishni boshlaydi. Ataylab shuni ko'rsatayotganim, mana bo'ylari уже 1 metrdan o'tgan, ilzalari to'liq o'tirib bo'lgan. Biz buni past tomondan kesib, yana keyingi yilga tayyorlab olamiz. Holat shunaqa. Rezavor mevalar bo'yicha ham xudo xolisa ustozlardan ilm olishni boshlaganmiz, nasib qilsa bu haqida ham ko'p ilmlarni, ko'p videolarni chiqarishni boshlaymiz. Narigi tomonda o'sha Pink Lady bog'i.